Alo jonim, nima qilyapsiz? Aka, qiz bilan gaplashyapsizmi? Voy, siyerdan chakyapsizmi? Jinnimisan, men umuman chakmayman. Bilib qoldim aka, siz chakasiz. Ko'p qizlar bilan gaplashasiz. Ora-chorada nos ham o'tib yurasiz. Hamma uxlaganda ko'chaga chiqib ketasiz. Xabar topsinlarmi bunda adam oyim sizga ishonib kelishgan. Ular har doim bilib qolishsa ishonchdan chiqib ketasiz. Ahob, nima xohlayapsan? Jazosi ikkita qog'oz, shunda yutib ketasiz. Yaxshi uka hech qachon akasini sotmaydi. Paytdan foydalanib olib, katta pulga otmaydi. Qo'rqma aka hech qachon yomon yo'lda yurmaydi. Ota-ona yuzini yerga qaratmaydi. O'g'il bolaga yarashmaydi. Chaqimchilik bunaqa bo'lmaydi de. Aka ukachilik kerak bo'lsa sen uchun jonimni ham beraman. Mayli senga ertaga bitta iPhone olib beraman. Uzr aka. Bor bo'pti, uyga kir. Kutib qolmadingizmi jonim? Hozir ketyapman.